Malvina, emseyli qılamaydığa oxşayma. Hiç yok. Bütün sıkıydı qasa. Ben qoruqı verip bir peyton dep kelay bolmasa tayız qıydım. Bu şunda qıl. Malvina, yanımda bulalasızmı? Elbette. Avi yaqin yol bilan bağın. Bu atrap mağa bek tunuş. Bu çığır yol bilan bassan qoruqı bağlı buldu. Maqul emse, hazırda kelemen. İzora. Siz bilen sözleşmek istedim. Sağlığınız çıkılıp düştü, ben ağmayıvatıdı. Ben qoruq peyton ağılı ketivatıman. O bek qiyinlip ketivatıdı. Hayır. Doksan İzora. Tayis'in şıkkılığını yalgan. Biz ete şundak orlaştırgan. Bizni görüştürüş için şundak qılgan. Ola qoruq kirişimni ma'ni qildi. Bir qancha qitim badim. Her qitimda Fransisko ola tosib oldi. Biz sözleşip olmasak bo'lmaydi. Neymiş bu? Söygü intizarlığıdınço. Hayatımdaki bu en güzel, en saf muhabbetimden vazgeçişimge hiç qandaq asas yok İzora. Hiç qandaq asas yok mu? Bizge tosqulluq haqiqatan behtula. Lekin bununluq bilan boşup ketmesligimiz kerak ku. Anam hayat vaqtida ko'p javr chekib dikkan. Xo'jayinimning irodasiga qarshilishi va sam texim ig'ir azobga mubtalo bo'lg'dekman. Leon yo'q tantirishning amalini cho'qim topaman. Qandaq? Hozircha bir nima deyolmayman. Buningga belimni texim ching bog'lash uchun o'tgan xitingizga gaplaringizning rost emasligini o'z og'zingizdan anglay. Sizdan meni suyman deng. Shu gaplarning hammasi rost. Ko'nglimdagi gaplarning hammasini xatga yozgan. Men ishonmayman. Sizga munoyati aniq. Bizning sevgimiz bir mahallik hissiyotning mahsuli emas. Yo'q, bir mahallik hissiyot. Men sizni haqiqiy yaxshi ko'rib boqmadim. Ko'zimga qarab turib, yana bir daqiqanga, yana bir daqiqanga. Meni rost yaxshi ko'rmamsiz? Sizni yaxshi ko'rmayman, Tobias. Xo'sh, vallahi meni endi istama. İzora! İzora! Yana og'riyotamdi. Yaxshi bo'lib qoldi. Mendan ansirmang, Malvina. Faqat putim midirlasimla og'riyotdi. Ha. O'zingiz topa olasizmi? Topa olayman. Kagis yugurib yerib ketibdiman. Uyga kirib biroz aramay olay. Bo'ladi. Ularning nadaligini uqaladingizmi? Uqdim. Bu atraf menga tonish. Rahmat sizga, Andres. Rost shundaqmikan, Tayis? O'z ko'zim bilan ko'rdim. Tushlik tomoqni bilgan tursam. Graf rostli qo'rqdi bo'lsa, ish tutdim boshqacha bo'ladi. Shundaq ishonching bo'lsa yaxshi-ku. Shunisi cho'qim. Eliq gaplar Izoraning yurak so'zi emas. U qo'rqdi.
özünü acizcaqlap qoqdi. To'g'ri. Sen hergiz boşaşma. Men hozirli baray. Qo'rqma. Albatta, graf janoblarini topaman. O Izorani satmaslikqa sabab göstermeydi. Leonor! Xudo o'z yer bo'lsin, aka. Aldı bilen bu nəslərini harovğa sal. Andını hocramda nəsrim nəp çıx. Hop begim. Dayalığın bitdi mi? To'liq bitdi. Əmiz biz mağaylı. Hey? Bir işini unutup qaptı mən. Neymiş ne? Bir gel. Nege? İşini qılıplap qoy. Bu oğlunuzun aytırsa. Bu ilgiri Ester eşkimiz otağın öy. Şundaqda mı özümüzün sorğunumuz tüzügrek mikin deymen ha? Əsli oğlum özünü soraşqa tegişdi. O mənə mındaq muamele qılmaslığı gerekti. Bu yerdə bexətər işkapla bağlığını o bilmeydi. Bu işkap emas dini sürat qo. Bu yoşurun bexətər işkap tamın içində. Mişədə. Ma o tamını görüp otamsan. Bir qalsan tam əməliyyatda emas. Qara, mındaq açsamla bexətər işkap görünüdü. Uyuyor. Qaltız qo. Oğlunuz bir yerde işkapla bağlığını bilmem da. Bilmeydi. Burun yalğız Ester'li biletti. Bay bir yerde bir manç payçekinin bağlığı esimge kep kaldı. Bulanın bir neçəydin keyin xeylicik buluğu teşkil buludu. Bunu el olay Carmen. Muşu bosmu kolumuzda kalsın. Bu çeklerini sumkanı sep koy. Maqul, maqul. Manim sep koy. Nim degan jiq. Oy. Patmamda nime? Hemmisi payçekim ha? Hemmi payçekini muşu işkapta saklaytdım. Naite əfsus cənab-ı Dobiyas. Xocayin sizni kirgizməslikki buyruq qılğan. Mən Leozio bilan emas, graf Almida bilan sözləşməkçi. Neymişligini özünüz bilirsiniz cənab. Buyruq, aman buyruq. Sizin kirişinizge ruhsat yok. Ula hoş dep koysam bolamdı. Hiç kimge hoş deyişinin acıdı yok. Ula kızgın kütüp ağam tursa, hiç bolmagandı meni. Menin hiç kim bilen hoşlaşkım yok. Hem bu öyünün bozğısı mı desmeymi? Bol. Yo'q, Izora. Menimcha undaq qilmaydi. Nayt seni boshqa birisini kepyapti deb o'ylashi mumkin. To'g'ri deding, Santa. Buni nemish burunroq o'ylamagandim men. Bu bo'ladigan chora ekan. Nima chora? Andres menga talab qo'ygan. O'liyan Söbekzodiga aytib, uni o'zim ko'ndiray degan. Andresmi bir qul Begzod qo'shilib qelishi mumkin. Dobiyas mening to'y qilganimni uqsa, hozirgidek tatib yurmaydi. Meni unutib ketadi. Shunda qilay, Santa. Andres bilan to'y qilay. Muşulama. Akagini ko'rib baqay. Mana men. Rahmat. Almida. Muşulanın hemmisi rast payçekim ha? Elbette. Hemimiz payçek. Ems qarana. Bu yerde bir hörlük kuvanamız turdu o. Öllük kuvanamızı. Bunu qaran. Rast. Bu Ester ölüş aldıman kol koydurgan Izorağı dep tayarlagan kuvanamı eken. Bütünlüğü unutup ketipti mina.
İzor ağa. Ha. O Ester'nin etivalık dedi gitti. Bu gepçe İzora bunu kolga asıla şu an hörlük çıkalaydı iken de. Xuddi şundak. Men İzora'nı kögen. Sen köygenmi? Men onunla bek amra hop kaldım. Paytaxtdan sizga xat kelibdi. Rahmat sana. Kimden kepti? Enirikdən kelibdi. O ertəgün bir dostum bilan onun singlisini başlap qo'riqqa barman debdi. Əmiz öyləni rasıltıb qoyun. Enirikni köymegili uzun bo'ldi. Uni bek sevgindim. İşkinlar bir-birinlarga bek kuyimlik, ha? Qeyrindoshlik kuyimida bo'lyonsiyo. Dunyoda eng muqaddas muhabbat qeyrindoshlik muhabbati. Şuna dadınız bilan ikkinlarning arazlashib qolganini o'ylasam, ko'nglim bir qismli bo'lib qoladi. Hamma balani tergan dadam. Uning hiliq ayolni ilishib qo'shilsangiz, atibal yaxshi ish qiladinglarmi? Bu gapni demang. Ish qilib, u butun mulkini menga o'tkazib berdi. Yana kep uni o'z dedi. Uning oldimaydiganligi menga aniq. Lekin men dadamning o'linishiga o'lsam qo'shilmayman. Men uni o'ldiga chiqarib etdim. Cananыңызға dep berelesizmi? Eğer siz kul bulup doğulgan bolsanız, siz qandaq oylardınız? Tangay, bu qamlaşmagan çaqçaqqa. Qandaq oylaydiganligimni nädin biley? Qaytını törelsem qandaq bolat ekan. Özünüz kol koyupsuzgu. Mana sizin imzayınız. Onu hoş olsun depli qol qoyup qoygan, Xudoga şükür. O ölüp ketdi. Bunun işi tügüdü. Əgər yerdə deyil. Toxtan, men bir körüp olay. Gepiniz toğru oxşaydı. Sizler onunla yaxşı qardыңlar, şundaqku? Əlbəttə. Men onu köygende o çıraylık Pakis köyüne kiyip diken. Bunu özüm yırtıydı. Toxtan almaydı, bunda qıman. Bunu men özüm yırtıydı. Bunu özüm yırtıydı. Siz yırsınız bulmaydı. Almaydı. Bunu siz yırsınız, merhum hanımınızın ruhu korunup kalıdı. Menin yolum başka. O beni tanımaydı. Mendim mi ağırnamaydı. Yani menin jetqanım tüzük. Mana moşundaq yırtıydımiz. Mana İzora'nın örlüğü mana moşundaq tügüdü. Mana moşundaq. İzora, Malvina hanım çağırıp atıdı. Tezirek ba, mihmallarga pianino çepbegdekse. Mehmonlar? Malvina xonimning enisi yana bir necha do'stlari bor. Ular tushdan keyin kelishgan. Jura kızım, kechiring. Bering bolam, men sizni saqlab turay. Bek yaxshi chalding, Izora. Ras yaxshi chalding. Talanting to'g'riliq Malvina menga aytgan. Biroq sening bunchalik islig'ini o'ylamabdi ekanman. Rahmat. Nima qarab ketding? Av, Izora degan la'natiga qara. Xonimning oldida turishiga xuddi uning do'stidek. Sen tek tushuna bilaman. Shunaq bo'lmaychi. Yaqinda shundoq jajisini yeydiki u. Eskilik qimar o'zi. Hech kimga aytquchi bo'lma. Izorani shundoq joylaymanki, u mushaq kelib biz bilan birga ishlaydigan bo'ldi. Ta'lim ondan kelsa, solaqqa tushadi. Diyan bəksuz işlə atıdı. Tanağını bir tatıb qoysan buğday. Xo'p, efendim.
gözlük özgümni sen birek ep koydun mu? Yo'q. Üstelin üstü koyup koygandım birden dil yo'qap ketdi. Voy Xudoyim. Santa, sen men izlashpagin, balkim ko'may qolgandim. O üzük anamdan qolgan tevarikdi, ko'z yeshil tash. Misha qo'ygan bitingiz? Ha, iniq mesha qo'ygan. Yarım saat o'tmadi, yo'q turdi. Izdimiga yerimiz qolmadi. Darhol odam avati, qo'riqdiki hamma uyni aqtirsin. Yo'q, unda qilmay turing. Meni xijil qilib qo'ysiz. Xuddi biz qullar ishonmagandek bo'lib qolmayli. Bir necha kun o'tib baqsin, balkim tepilib qolar. U mumkinmi? Uzukni hozirda tepish kerak. Amrığım, kimga xat yozatsiz? Eliqqa. Barlıq mal-mülk senin namınğa ötdi. Hüccətlərinin kopyasını əvətib etdim deb baldıra xəbər qıb qoyay. Şundaq qısam, o yeni bir milə qıb toyumuzğa tosqunluq qıbmı yürməz. Almeyda. Atı bala işkinlarının cidili meni tənglikdi qoydu. Yarışıp qalğan bolsаңlar, toluq bəxtə erişkən bolatdım. Sana bir təlövüm var, Carmen. Qolumdan kəsila. Mən təyyar. Hem de öyümüzde onun gepini qınma. Şundaq oğlun bardı deyen gepnin qığıcı bulma. Təlövüm şu. Uqtun mu? Neymiş qilishvatsa, dadangning uyimiti bu, ha? Hey, dapiqsha, oshxonamni o'ngtay qilmasang, buluver deb o'ylashvatamsan, ha? Biz buyruqni ijro qilyapmiz. Peshning ichi qarab baq. Hey, zodi nimani izlashvatsa? Ha? Senin karın mısın? Ha? Peşten içi yok ki. Başka oylarını maktırış. Oy, o'lgurlar. Hammang joyinma ketishasa, iloyim. U shundoq degan bo'lsa, ishonsang bo'ldi. Enrik otisini tushundi. U senga yordam bera oladi deb o'ylash kerak. Men uning ishiniman. Enrik mening yaqin og'inam. Oq ko'ngil. O Leonsioga hargiz o'xshamaydigan boshqa xildagi odam. Amsa, nimishqa? Enrikni qo'ldan kemasmikin deb ansirayotiman. Mening o'ylaydiganim Leonsio ba'ayni ikki putliq maxluq. Izorani baxtga erishtirmaslik uchun har qanday shumlik qilishdan yonmaydi. Shuningga ishonchim komilki, u menga oid ish. İzora. Tepildi mi? Karımak şundaq halal. Toğuma işini göre. Muşu mudu? Gep yok muşu. Canabı Leonsio'nun digini bilen up mu oxşaş? Men hazırlı berip onu ma'lum qilay. Izorani muşundaq qiladi deb kim o'ylagandaysa. Endi o yüzünden tek olgan bo'ldi. Qani Leonsio Begzadi uni qandaq bir taraf qilaki? Izora hozir Malvina xonimning ativolig'i bo'lib qolgandi. O'g'irlik qilganikini hali qarabdi. Hey, Natayin. Qani vaqti kelganda ko'ramiz. Bir parcha go'sht o'g'irlab qo'ygan qo'lningmi qattiq tayoq yeginni men ko'rgan. Mana endi birisi mushunda qimmatli uzukni o'g'irlabdi. Yana kelib hech kim xiyolga keltirmagan bir kishi. Endi tamoshani ko'radigan bo'ldik. Xo'jayinga aytib berib ma'lum qilay. Mangima? Sizni deb uzib keldim. Bu o'jiringizning o'sniga o'sni qo'shidi. Rahmat sizga Bertland apandi. Behmi javob ketibsiz. Siz qaysi gulni yaxshi ko'rasiz? Bilmayman. Gulni yaxshi ko'rmamsiz? Beh yaxshi ko'raman. Siz cho'qim bir gulni bakrak yaxshi ko'rasiz. Agar qaysi gulligini bilgan bo'lsam, tozajiq terib, o'jiringizni shu gulga purkayotgan bo'latdim. Rahmat sizga. Rostni etsam har qanday gulni yaxshi ko'raman.
Siz bergen her qandaq gül maň ajaýyp huzur begişlaydy. Leoncio, siz obdan oýlanyp baqsyňyz. Endi şu gapmi? Boldy, men onu öldürgü çykyp etken. Onun ismini kuluguma alymysyň? Leoncio, o sizning öz dadyňyz. O meni dadam emas. Meni ondaq dadammy ýok. Yani şularning toýuny egiz galsaň, sen mi jany ýeýsen? Nimandaq gap qılsız? Xuddi ben sizning quluňyzdek. Çünki sen şulardymy ötät ötüp atsa emasmy? Nemi gap? Leoncio Begzade, hoç dersini saldy saklap durdy. Uqdum. Bir iş boldymy, hanym? Bu iş heli bolgan, emdi ogurnyk kämeýdi okşaýdy. Izora. Buyruğunuza binaen bütün korukunu aktırgandım. Açının ocursun çıktı. Bu mümkün mü? Sen yalgan ettin de atamsız. Sen elbette yalgan etmeysen. Menin oylağınım Izora. Adamның işyenigisi kelmeydi. Biroq bunu yaxshi boptu. Nime, yaxşı boptu? Hech nima. Üzük tepilgan yani özem berip körüp bakay. Sana buyruq. Bunu hiç kim bilmeslik gerek. Bunu nimiş sorap kaldınız? Leoncion'un korkuk bağınımı hatırcam bulamay otamsız ya. Yo'q, hergiz undaq emas Miguel. Şahsiy ishingni surishtirmoqchi emasman. Bir qatim shu qo'rqu bog'li bo'lgan bir chig'ir yo'lni bilmadiganda qilib eding. Bo'lsa, shu yo'lni menga aniq topmagan bo'lsang, chunki men shu yerga bormoqchi edim. Lekin men hech kimga ko'rinmasam deyman. Bu ishni birisiga ting'uchi bo'lma. Buludu, ben de biri. Hatırcam bulun. Izora, tez bol, çaqqan bol balam. Derhal hujran kirip ket. Hujramga? Ayada gıpal birisinin karşısını görüp kaldım. Şu çığır yolunu bilgini qarganda. O çoqqam senin dadan. Tez bol. Sizni söyümen. Bu yerga nima ishga keldingiz? Qaramliq qipsiz. Siz bilan xo'shlashqili keldim. Poytaxtga Graf bilan ko'rishgili mangman. Malvinaning inesi bir tanıştırışqa disbat u meni qabul qildi. Shunga siz bilan ko'rishmoqqa keldim. Izora? Ha, Izora. Üzükni şu o'g'irlabdi. Şunun o'jursidan tepildi. İşenmeymen. Sen a'tib olgan Izora pastkash o'g'irkan. Bu mumkin emas, Leoncio. Izora undaq odam emas. Askinin cho'tqisi cho'lmig'icha hech kim uning turqidan bilamaydi. O nimdep bundaq ish qiladi? Onun zadi nimasi kam? O kerak desa, o'zim bergan bo'latdim-ku. Sen atrofingdagilarni shu qadar tushunmaysan. Kechiring. Ne görsen? Izoraning hujursiga. Qani berib baqani. Izora nimdaydikin o'z qulog'im bilan anglab baqay, Leoncio. Kechiring. Bu ishning rostligiga men ishonmayman. Malvina! Yaxshisi bu yerda uzun turmang. Siz
siz bak qaramlıq qıvatsız. Hazır ketimen süyümlügüm. Endi örlük guvanamısı aldığınızga kelemen. Sizning işimiz vujudga chiqami? Bizde işenç buluş gerek. Men sizga ishinaman. Yaxshimisiz, Januariya? Yaxshimisiz? Malvinani ko'rdingizmi? O Izoraning hujrasiga kirib ketdi, janob. Rahmat. Malvina hanım, hergiz hata tushunib qolmang. Antan qağınızdan qaraganda, men bilan Izoraning ishidan qilchi xabaringiz yo'q o'xshaydi. Biroq mening to'liq xabarim bor, Malvina. Sening? Bular burundan bir-birini yaxshi ko'rishdi. O Izoraga uylanish arzusida. Men tunji ko'rishishdilar bu qizni yaxshi ko'rib qolgan. Men hammani deb berman, Malvina. Izora, sen bana bu işini burunlu etsen bo'pti ekan. Parakende qilmay debdiman xonim. Bu nim deganing Izora. Muhabbetinglar sap muhabbet. Buni burun bilgan bo'lsam, bu yo'lga o'zimni mangan bo'latdim. Bu gapcha siz bu ishga burunli yordam beratdingiz kende. Buningga bir nima deyolmayman. Hech bo'lmaganda qo'limdan kelishicha yordam qilgan bo'latdim. Himmetingizga rahmat. Sening bularni qo'llashingni burunlab ham degandim, Malvina. Izora bizning uyning odami. U do'stim bilan pat ardi bosh qo'shidi. Uni baxtli qila olishingizga ishonaman, janob Dobiyas. Izoraga hamon bir kuni bir mahbub chiqadi deb o'ylaydim. Lekin Leonsioning qarshi turgan nemasidir? Bu odamni tushunmak noyit teskin. Kechiringlar, men hozirla chiqib Leonsio bilan so'zlashay. Nima ish bo'pti? U yomonlikdan bishorat keldi, ahvol chataq deydi. Qanday chataq ekan? Bilmayman. U qo'riqdagi ishlar jiddiylashib qoldi dedi. Biz hal qilishga tegishli intayin muhim bir ish bor. Mishada hal qilsak bo'lmamdiki? Bo'lmaydi. Bizni yana bir odam saqlab turadi. Yana bir odam? Bizning qo'shnimiz janob Dobiyas. Men hammani o'qidim. Leonsio, masalani yuzrani hal qilishimiz kerak. Senmi? Bir xotin kishi. Xotin kishimi o'ziga tushliq odam. Bir necha oydan buyon men bir qator ishlarga ilgarikidan boshqacharoq qaraydigan bo'ldim. To'ydan burun dadam meni latquchoq o'rinda ko'ratdi. Hatto mening ko'z ko'rish huquqim yo'qdi. To'ydan keyin uning qo'lidan sizning qo'lingizga o'tdim. Lekin yanala qo'choq bitim qiliverdim. Men endi bildim, xotin kishi eriga qulluq qilib yuravermaslik kerak ekan. Men endi sukut qilolmayman. Yana burunqidek dardimni ichimga yutib, o'zimga hay berib, nima deysiz, xo'p deb yuravermayman. Uyimizning cho'ng-cho'ng ishlariga aralashadigan vaqt endi menga keldi. Qandaq? Siz zodi avga chiqamsiz yo'q? Chiqmasangiz qo'zg'ida jimbaka deyman. Nayt yaxshi. Jura. Tesadüfi ko'rib qoldim. U bu yerga pat-pat keladigan hiyli chiroyli qizning akisi, qo'shni qo'riqning xo'jayini deyman.
Janabi Dubiyaz. Ha, mening tushu. Abla, ularning hammasi hozir mehmonxonaga yig'ilibdi-da. Ha, onunğa niman cayran qalsa, ha? Nim deyishyotidiki berib anglab boqaychi. Hey, yo'q, borma. Izorani faqat dadamni satalaydi. Undaq bo'lsa meni qo'riq kirishimni, ma'ni qilganligingizni qanday tushundirsiz? U o'xshmaslik boy dedim-ku. Sizga bizning o'yini eshigi doim ochiq. Qachonlik kelsangiz bo'laverdi. Qo'lni setib berishga kelsak, buning uchun poytaxtga berib dadam bilan so'zlashing. Qo'riq qo'limda bo'g'ini bilan mol dunyo yanala dadamniki. Yolg'on. Malvina! Kimga gap qotganligingni unutma. Men sening ering. Xotin kishi haqni oldida erini lat qilmaslik kerak. Ammo sizcha xotin kishi nima qilish kerak? Er haqni ko'ydirish, qarab turish kerakmi? Izorani sota oladiganingiz aniq-ku. Dadingiz bütün mal-mulk dunyosini sizning nomingizga yetkazdi. Bumi aniqligi. Lekin yana nimish Izoraning baxtiga to'sqinlik qilasiz? O'zingni tutib ol, Malvina. Kechirim, ko'rib turibsiz. Ayolim bunda holatdagi chog'da siz bilan so'dlashamayman. Leonsiyo, uni oyajon silayotgan o'zingiz emasmi? Janobi Dubiyaz. Bu butunlay uyimizning ishki ishi. Siz bilan hech qanday aloqasi yo'q. Ems Izorachi. Suyimligimning o'rlik chiqmasligining men bilan aloqasi yo'qmi? Buni o'ylanishga va'da berma. Buning javobini pat arda olasiz. Yana o'tgan qitimqidakmi? Sizga cho'qim javob berma. Kechiring. Endi poytaxtga berishning hojati yo'q. Malvinaning aytganlari rost. Shundaqli bo'lsa, bu ish texim tashlashibdi. Ishonchingni yo'qotma, Dobiyaz. U Izorani hargiz sotmaydi. Ondaq o'ylama. Maqsadga cho'qim yetimiz deb turish kerak. Bo'lmasa, rahmat. Emiting rahmat. Branca, gandola de renda caindo na anca.